Qizlar bu to'pakkan qaranglar. Qanaqangi to'pakka pishirdim. Bemalol kechasi darama ko'rib, koreyskiy vibe'da to'pakki bilan ramyon yeyishga nima yesam to'g'rimi? Bu videoda to'liq retseptini qoldiraman. Hammaga yoqqan ishtaha. Bugun o'tirib to'pakki yegim kelib qoldi. Shuning uchun to'pakki tayyorlaymiz. Bu yerda men eng yaxshi ko'rgan sirli to'pakim mini saizda. Baliqli pirog, или baliqli kotlet. Omini bilgan o'zbekchada. Bu yerda qalampirlik sos, gochujang, qalampir, fabrika chiqartirilgan qizildan va sir. Bu yerda cheddar sir. Qozonga bir stakan suv quyib, bitta 400 gramlar suv quyib, to'pakimizni solamiz. Shu yerda bitta sirop bilan ozroq shakar qovuramiz. Ozroq nomiga. So'yganimizdan keyin bu yerda gochujang, gochujangdan bitta qoshiq to'ldirib, paprika achchiq bo'lishi kerak bu ham. Bir qoshiq to'ldirib solamiz. To'pakimiz уже qaynayotgandan keyin baliqli pirogimizni olib, qaychi bilan 3 burchak qilib turib kesib tashlaymiz. Paprikani kesilishini deyarli 15 daqiqa qaynatganimizdan keyin ustiga sirlarimizni qo'shib o'tsak, shu bilan tayyor.